Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bizda 80-dars aralash kasrlar mavzusini uy vazifalarini bajarishga yordam beramiz. Demak, 8 va 9-mashq ushbu mavzuyimizning uy vazifasi hisoblanadi. 8-mashqni bajarishni boshlaymiz. Xo'p, 8-mashq sharti aytayaptiki, shakllarni daftaringizga kataklar bo'yicha ko'chirib chizing. Bu shakllarning yuzini kvadrat santimetrlarda toping deyilgan, ya'ni mashqimiz sharti shunaqa ekan. Eslatib o'taman, dastlabki qiladigan ishim, keling. Hop, mana bu shaklni kattaytirib olaman. Kattaytiradigan bo'lsak nima bo'ladi? Ya'ni bizga aniqroq ko'rinadi bu. Demak, kattaytirib oldik. Hop, muhim eslatma. Hop, eslatmamiz quyidagicha. Daftarimizda hop 2 ga 2 katak, ya'ni 4 ta katak 1 santimetr kvadrat. Ya'ni daftarimizdagi 2 ta katak 1 santimetr bo'ladi. Bunaqasiga ham 2 ta oladigan bo'lsak, mana bu holatda 1 santimetr kvadratni ifodalaydi. Hop, aynan mana shu xossa yoki mana shu qoidadan foydalanib ushbu shakllarni yuzini topamiz kvadrat santimetrda. Hop, birinchi shaklimiz gloss. Hop, keling mana shu glossni nechta katakka chizilganini aniqlab olaman. Hop, menda rasm xiraroq ekan. Agar sizda tiniq bo'lsa va men qandaydir kataklarni sanashda adashib ketsam, siz izohlarni to'g'rilab qo'yasiz. Va bu bilan men mashqni balkim noto'g'ri bajargan hisoblanaman, lekin mohiyat o'zgarmaydi. Ya'ni siz qanday bajarishni o'rganib olgan bo'lasiz. Demak, sanayman. 1 2 3 4 5 6. Hop, keling yana ham kattalashtirar ekanmiz. Endi sanashga harakat qilamiz. Hop. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hop, endi sanayman. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Hop, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Hop, 37 ta katak. Ya'ni glossimiz 37 ta katakda chizilgan ekan. Hop, endi buni 34 ta katak 1 santimetr kvadratni ifodalagan uchun 37 taqsim 4 deb olaman. Hop, bu joyda endi 37 ni 4 ga bo'lsam nechta chiqadi? 9 ta butun chiqadi. 4 ni yozaman, bir qoldiq qoladi. Shu qoldiqni suratga yozaman. Santimetr kvadrat. Hop, ikkinchi mevamiz nima? Bu mevamizni keling men mandarin deb nomlab turay. Agar siz boshqa variantingiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Mandarin nechta katakdan iborat? Hop, sanaymiz buni ham. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 ta 32 taqsim 4 deb yozamiz. Chunki 4 ta katak 1 santimetr kvadratni ifodalaydi. Bu 8 ga teng bo'ladi. Demak, 8 santimetr kvadrat. Keyingi shaklimiz olma, ya'ni ko'k olma ekan. Hop, olmani ham sanab chiqaman. 1 2 3. Endi hop 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ta. Demak, 47 ta katakdan iborat. 47 taqsim 4. Hop, bu joyda bo'lib olsam 11 ta butun 4 ni yozib olaman. Qoldiq necha? 11 karra 4 44, 47 dan 4 ni ayirsa 44 ni ayirsam 3 santimetr kvadrat. Keyingi mevamiz qizil olma ekan. Hop, keling adashmaslik uchun raqamlab olaylik mevalarni. 2 3. Hop, mana bu
1 2 mana bu 3. Endi navbat 4-mevaga. 4-mevamizni sanayman. Hop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. Demak 45 ta katakdan iborat. Buni 45 taqsim 4 deb yozaman. Hop, bu ham 11 4 ni yozib olaman. Bir qoldimi? 11 taqsim 4 santimetr kvadrat. Hop, bunda qanday bajaryapman? 45 ni 4 ga bo'lyapman. Butun qismini, ya'ni chiqqan javobni, bo'linmani yozyapman, qoldiqni suratga yozyapman. Hop, bu 4-meva. 5-mevamiz banan. Keling 5-mevani bajaramiz. 5 sanayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Demak 27 ta katakdan iborat. 27 taqsim 4. Hop, bu endi 6,4 dan 3 santimetr kvadrat. Hop, 6-mevamiz ananas. Keling, ananasni sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. 32 taqsim 4. Ya'ni 32 ta katakdan iborat ekan. Demak, bu 8 santimetr kvadrat. Hop, mana shu joyda agar tushunmagan bo'lsangiz, qisqa izoh berib ketaman. Hop, 37 taqsim 4 ni hop qanday qilib, mana buni qanday qilib 9,1 taqsim 4 ga keltirib oldim. Hop, shunchaki 37 ni burchak usulida 4 ga bo'laman. 9 tadan beraman. 9 kare 4 36. Ayirsam 1 qoldi. Hop, buni endi kasr ko'rinishida yozishim kerak. Buning uchun mana bu 9 butun qismi bo'ladi. Ya'ni bu bo'linma. 9 butun kasr chizig'ini chizaman. Nechiga bo'ldim men 37? 4 ga. Demak, mahrajga 4 ni yozaman. Qoldiqni suratga yozaman. Demak, mana bu usulda bajarib oldim. Demak, ushbu topshiriq sizga tushunarli bo'ldi. Navbatdagi topshiriqqa o'tishimiz mumkin. Hop, 9-mashq aytayaptiki, sxema bo'yicha masala tuzing va uni yeching. Hop, jami 70 kilogramm 14 dan 5 qismi qoldi deyilyapti. Hop, keling masala tuzaman. Masalani istaganingizcha tuzishingiz mumkin. Aynan men aytgan variantda tuzishingiz shart emas. Men sizga yo'nalish beraman. Keling, masalani yozaman. Do'konga 70 kilogramm hop meva keltirildi. Uning yozamiz. 14 dan 5 qismi sotildi. Hop, endi A shart. Hop, qancha meva sotildi deymiz. Qancha meva sotildi. Hop, B shart. Keling, tezroq suramiz. Qancha meva sotilmay qoldi. Demak, mana yozib oldim. Hop, endi 70 kilogramni 14 ta qismga bo'lib oldik. Bir qismda nechtadan? Buni topishni nima qilaman? 70 ni shunchaki 5 ga bo'laman. Demak, 70 ni 5 ga bo'lamayman. Endi hop, men 5 javobini bilganim uchun 5 ta bordim. 14 ga bo'laman. Natija 5 chiqdi. Demak, har bir bo'lagimiz 5 dan bor. Mana bunday holatda. 5 ni shunchaki yozib chiqyapman sizga tushunarli bo'lishi uchun.
Demak 14 ta 5. Xo'p, A shartga javob berish uchun 14 ta 5 dan, ya'ni 5 dan 5 tasini olishim kerak. A shartini ishlayman. Demak A shart 5 ko'paytiruv 5. Demak 25 kilogramm sotildi. Endi B shart. Hop, sotilmay qolgan bo'laklar nechta? 9 ta. 9 tami? 9 tami? Demak 9 ni 5 ga ko'paytiraman. 45 kilogramm. Qadrli do'stlar, demak biz ushbu 80-darsimizni uy vazifasini to'liq bajarib bo'ldik. Darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosing, hamda kanalimizga obuna bo'ling. Ha, aytgancha, do'stlaringizga tavsiya qilish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Siroj domla bo'ldi.